Barcha endi xavfsizlikdamiz deb o'ylashganda yana tala-to'p boshlandi. Bunker ichiga kirishdan oldin bir bola ham xuddi shunaqa qizil toshmali zombining virusi bilan zararlangan ekan. U bolani onasi bilintirmaslikka harakat qilar va bolasini mahkam quchoqlab o'tirardi. 9 yoshli bolakayda qizil toshmalar paydo bo'lgan edi. Va bizning kapitanlarimiz Barchin Nuriyev va Ziyoyev ular bolani tortib olishmoqchi bo'lishayotgan edi. Onasi lekin berishni istamasdi. Va ularda vaqt yo'q edi. Tezroq uni tashqariga chiqarib yuborishmasa, undagi toshmalar yorilishi mumkin edi. Va lekin uni hozirgi holatda tashqariga yuborishsa ham u hozir odam edi. Shuning uchun ham uni zombilar yeb tashlashlari mumkin edi. Shuning uchun onasi bolasini berishni istamasdi. U jon holatda bolasini bermaslikka kirishayotgan edi. Shunda men va do'stim Javohir uni ko'ndirishga muvaffaq bo'ldik. Biz o'zimiz uni himoya qilamiz. Uni toki zombiga aylanmaguncha himoya qilib turamiz. Ona noiloj tortib olingan bolasini bizga qo'shdi va biz himoya kiyimlarimizda bolani olib tashqariga chiqib ketdik. Bunkerdan tashqari holat butunlay izdan chiqib ketgan edi. Men bolani olib xavfsizroq boshqa bir bunkerga olib ketish uchun yugurayotgan edim.